Assalomu alaykum. Dostlar, Sardarbek Vrach stomatologman. Hozir sizlarga bir deyişi davolanışı başından oxirigacha bo'lgan etaplarni ko'rsatib beracakman. Hozir men sizlarga tushuntirib berajak deyishim, bemorimizni pastki o'ng taraf 7-tishlari bo'ladi. Bemorimizni bizlarga qilib kelgan shikoyatlari tishida karies kavagini rivojlanganligi, bu karies kavagini ovqat qoldiqlari tiqilib qolish natijasida bemorda diskomfort, og'izda hidlanish, og'riq sababli bizlarga murojaat etib keldilar. Bemorimizga yoqdi. Birinchi bizlar aytib o'tishimiz, davolanadigan dishni oriqlantirib olishimiz kerak bo'ladi va u tishni izolyatsiyaga olishimiz kerak bo'ladi. Bu dishda ko'rib turganlaringizning karies kavaklari rivojlangan va shu sababli bemorda og'riq va noxush hidlar kelishidan shikoyati bor. Izolyatsiyaga o'tirib olgandan keyin asosan nekrotik to'qimalardan tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Bu shu dishimizni nekrotik to'qimalardan tozalanib olingandan keyin kerak Beda bize görüşümüz mümkün ki bemorimizda til tarafında chuqur karies nuqsoni yuzaga kelgan. Ko'rib turganlaringiz shu bemorimizning dishini to'liq anatomik va funksional jihatdan tiklangani, ko'rib turganlaringizning bu dish o'zini dishidan rang va shakl jihatidan deyarli farq qilmaydi turibdi. Bu esa shu dishimizni og'iz bo'shlig'ida ko'rinishi, ko'rib turganlaringizning tish to'liq funksional va anatomik jihatdan tiklangan. Agarda sizlar va yaqinlaringizga sifatli stomatologik xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizlar Rahimov klinikamizga murojaat etishlaringiz mumkin.